Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar va obunachilar. Qodiriyning O'tgan kunlar romani bilan tanishgan edik, uni tahlil qilgan edik, o'rgangan edik ma'lum bir darajada. Men ikkita asari bor. Endi Qodiriyning asarlari ko'p, lekin mana shu ikkita asari, romanlari bu men uchun eng katta yirik asarlardan hisoblanadi, romanlardan hisoblanadi. Lekin O'tgan kunlardan ham muhimroq, O'tgan kunlardan ham oldinroq turadigan romani bor. Bu Mehrobdan chayon romani. Nechun uni ustunroq, nima uchun uni ustunroq qo'yaman? Chunki bu asarni ikkalasini ham o'qib chiqqanman-da. Mehrobdan chayon romanida eng asosiy tarix va eng asosiy shu davrdagi ayollarga bo'lgan munosabat va o'sha davrdagi erkaklarni qay darajadagi saviyaligi va o'sha davrda Mehrobdan chayon deb nimaga aytilishligini, asarni ma'nosi nima uchun Mehrobdan chayon deb nom qo'yilgan desa, men aytardimki, o'sha davrda Anvar va Ra'no obrazlari bor va Anvar Mirzo deyiladi, mirzolik lavozimiga chiqqan va u yerda Maxdum bor edi. Bu Ra'noning onasi, otasi va u yerda Abdurahmon imom bor edi. Abdurahmon imom Buxoro shahridagi Mir Arab madrasasida o'qib kelgan, tahsil olgan, yillar davomida tahsil olib kelgan bir imom edi. Lekin uni asarda aytadiki, bu bachcha edi, ya'niki qo'shtirnoq ichidagi erkak edi deb aytiladi. Ya'niki ko'rinishda erkak, lekin erkak emas bo'lgan odam. Ko'proq biz o'sha muhtasham yuzlikda Bulbulog'o, Sumbulog'oni ko'rganmiz. G'irt shunaqa erkak bo'lgan, bachchaboz bo'lgan deyiladi. Va bu inson masjidda imom bo'lganligi va Anvar Mirzoni juda yomon ko'rganligi, jalasavod, bu o'qimagan deyilganligi. Lekin Anvar Mirzo Qur'ondan haftiyakdan yoki so'fiylardan, choryordan yoki siyosiy asarlardan va tabiiy fan o'sha davrdagi hisob-kitob asarlaridan xabari bo'lganligi haqida asarda keltiriladi. Va asarni eng boshida Abdulla Qodiriyning o'zi aytadiki, Julqinboy taxallusida yozgan 1928-yilda. Julqinboy taxallusida. Va asarda shunday deydiki, romanning mazmuni to'g'risida deydi. Roman shunday yoziladiki, Turkiston feodallarining keyingi vakili bo'lgan Xudoyorning o'z xohishi yo'lida dehqon ommasi va mayda hunarmand kosib sinfini qurbon qilganligi, ulardan soliq olaverib bezor qilganligi va davlatdagi eng chiroyli ayollarni o'ziga ayol qilib, o'ziga xotin qilib olganligi haqida aytadi. Xudoyorxon shu darajada bir manfurq ishlar qilgan. O'sha paytda roman qahramonlari Anvar va Ra'noni ham davlatdan qochib ketishga va otasidan qochib ketishga, otasini ham shuncha payt Anvar Mirzodan foyda ko'rar turib, qizni bermasdan uni Xudoyorxonga 101-ayol qilib berishlik bor edi. 101-ayol qilib sarpo bizda o'sha kelinga sarpo beriladi-ku, shuni berganini olganligi, sandiq oltinlar yoki kumush kiyimlar, shunday boyliklarni qabul qilib olganligi haqida asarda keladi. Va asarni boshida biz o'sha mazmunda yoziladi, Anvarni ta'riflab yozadi, Ra'noni ta'riflab yozadi. Ra'noni o'zi 17 yosh, 18 yoshida shu davrda Nodiraning yoki Uvaysiyning yoki shu paytda Navoiyning, Sheroziyning asarlarini o'qib chiqqanligi, Qur'ondan haftiyakdan xabari borligi, Lutfiyni o'qiganligi, asarlarini yozganligi va to'rtliklar o'zi ham yozganligi haqida asarda yoziladi. Va bu yerda Ra'noni o'ta beg'ubor, ya'niki o'zbek qizi beg'ubor qizligi, softil ekanligi haqida asarda beradi. Va asarni eng boshida ko'pchilik e'tibor bermagan joy bor. Buxoro amiri Nasrullohxon Qo'qon xoni Madalxon ustiga bostirib keladi. Bunga sabab nima edi? Muhammadalixon bu Buxoro amirligiga bostirib kelishi, Muhammadalixon ustiga Nasrulloh bostirib kelishiga sabab Muhammadalixon o'zini otasini xotiniga uylandi, ya'ni o'zining o'gay onasiga uylandi degan fatvoni berdiradi. Uylanmagan aslida, ko'ngli bo'lgan salgina. Umarxon
deymiz. Umarxon Nodira begimning eri, Nodira begimning eri va o'zi ham ma'lum bir taxalluslarda g'azal yozganligi, ilm-fan va aniq fanlarga, ilm-fanga, masjid va madrasa qurdirishlarga juda jonkuyar bo'lganligi haqida bu tarix asarlarida yoki tarix darsliklarida yoki boshqa asarlarda ham ko'rganmiz. Qo'qon xonligi tarixini ko'rsangiz, eng yaxshi davrlardan biri bu Umarxon davri hisoblanadi. 1810-22-yillarda boshqargan 12 yil davomida davlatni gullab yashnatgan. Undan keyin o'g'li kelgan 1822-yilda Muhammad Alixon otasini, endi otasi ko'ngli qo'ygan bir g'azal yozgan she'r bor, g'azal yozgan edi bitta qizni ko'rib yaxshi ko'rganligi va muhabbat qo'yganligi haqida. U qizga uylanmagan, lekin ko'ngli bo'lgan ozgincha. U qizga Madalixon uylangan va Nasrullohxon o'zini otasini xotiniga uylandi deb fatvo chiqartirib, uni kofirga chiqartirib, Qo'qon xonligiga shu bahona bilan keladi, shu vaj bilan. Qarangki, 10 yildan keyin Rossiyaga kirib keladi yurtga. Bu ahmoqlarning qilayotgan narsasi ekan. Bir-biri bilan urushayotgan paytda Rossiyaga kelib ularni egallab olganda. Ahmoqlar. Endi asarda yana bir qiziq ma'lumotlar keladiki, Anvar Mirzo mirzolik lavozimiga ko'tarilib ketgandan keyin o'sha Abdurahmon kelib masjidda imomlik qila boshlagandan keyin Anvar Mirzoni orqasidan choq qaza boshlaydi. Anvar Mirzo unga davlat ishidan ish topib beradi, mirzolik lavozimini qo'yib beradi. Anvar Mirzoni o'zi ko'tarilib oladi-da, mirzolikdan balandlikka. Salgina baland lavozimga, mansabga chiqib oladi. Va o'zini qo'lida ishchi qilib ishlatadi, oylik beradi, undan tashqari masjidda oylik oladi. Uni ham ko'ra olmaydi. O'sha davrda Gulshan begim, Gulbadan begimmi? Gulshan begim, adashmasam. Shu ayol Gulshan begim ekan. Shu ayol Anvarni Ra'nosini xonga topib beradi. Shunday agentlar bo'lganda, endi agent deymiz biz hozirgi tilda. Qiz topib beruvchi ayollar bo'lganda, xonga qiz topib beruvchi. U ayolning o'zi ham farzandsiz bir qashshoq ahvolda yashaydigan ayol bo'lgan. Va xonning 100 dan ortiq xotini bo'lganligi va xotinlarning orasiga borib o'sha ayolni kirib turib gaplashganligi, otalarini qilgan iflosliklari qizlariga nisbatan. Qizlari masalan shu yerda otasini yomonlagan, haqiqatan bizni yoshlik davrimizni ketkazishdi. U xonni bir umr kutib o'tib ketgan ayollar bor-da u yerda. Masalan, xonni huzuriga borishini, xonni ko'rmay o'tib ketganlari ham bor. Nechta ayollar Xudoyorxonning davrida. Va Xudoyorxon shu darajada razil inson bo'lgan, davlatni na foydasini o'ylagan, na dehqonga, na hunarmandga, na ilm-fanga bir foydasi tekkan xon hisoblanadi. Ana shu xonning davrida Qo'qon xonligi tugagan va Rossiya o'rislar egallab olgan. Va bu yerda Anvarni hayotida ayollarning jasurligi ham keltiriladi-da bu yerda. Otasini o'sha Anvar Mirzoni xoin chiqarib, davlatga xoinlikda ayblab, uni qidiruvga berishadi. Qidiruvda Sulton Ali uni ishga joylagan edi. Xonga qarshi, ya'niki xonni yaxshi ko'rgan ayoli, ya'niki o'sha Ra'noni yaxshi ko'rib qolarmish, endi bir ko'rmasdan yaxshi ko'rib qolarmish. Shunda Sulton Ali degan do'sti uni sen ishga joylagansan, seni garovga olamiz. Anvar kelmasa seni o'ldiramiz deydi, dorga osamiz deydi. Anvar Mirzo nima qilishini bilmaydi. Bu yerda keyin Anvar Mirzo Ra'no bilan qochib ketadi boshqa shaharga. Ba'zi bir rivoyatlarda keltiriladi, asar oxirida aytadiki, Anvar Mirzo va Ra'no shaharga qaytib kelgan va shaharda ushlab o'ldirilgan. Toshkentga ketamiz deydi. Aslida bular o'zi Marg'ilonda, ya'niki Qo'qon shahri va Marg'ilon atrofida yurgan odamlar edi. Safar og'a bor edi. Safar og'a bu yerda asarda ijobiy rolda o'ynagan. Anvar Mirzo uni ishini hal qilib beradi, lekin pora olmaydi. Ishini hal qilib bergandan keyin o'zi Mirzo lavozimida ishlagan-ku. Davlatdagi ma'lum bir vazifani bajargan va kimlarning og'irini yengil qilgan. Undan pora olmagan. Kelgan paytda mana pulni olib qo'yingiz, olmagan. Safar Ali uni Abdurahmon imomni bir she'riga bor edi. Shu she'riga kirib aytgan paytda, bo'lmagan gap, qanday qilib sen pul bersang uni olmasa. Masalan, shunaqa odamlarni shunday lavozimga qo'yilsa, bu davlat lavozimiga qo'yilsa, masalan,
o'zida lavozim yo'q, na lavozim, na pul bor. Shunaqa odamlar borki, uni qo'ysangiz shu ishni qiladi. Men qilmayman, davlatga xiyonat qilmayman desangiz ham, ichidagi kirini hali chiqarmagan bo'ladi-da. Ichidagi kiri unga pul kelgandan keyin, boylik kelgandan keyin chiqadi. Shu haqida asar. Endi asarimiz bu men o'ylashim bo'yicha Gulshon opa ekan. Gulshon opa o'sha agent. Ayollarni xonga topib beruvchi agent hisoblanadi. Chiroyli ayollarni. Asarni o'qishimiz kerak, chunki insonni haqiqatan tafakkurini, tarixda ayollar haqidagi, ayollarni 1900-1800-yillarda qanday ahvolda bo'lganligi, erkaklarning qay darajada fahm farosati bo'lganligi va davlat ishlarida nimalar bo'lganligi haqida bilib olishimiz mumkin. Haqiqiy o'zbek eli haqida bilib olishimiz mumkin bu asardan. Mehrobdan Chayon romani. Bu romanni Julqinboy taxallusda yozgan 1928-yil fevral oyida. Abdulla Qodiriy.